Agar siz shu oylarda tug'ilgan bo'lsangiz, demak xarakteringiz aniq shunaqa. Sentyabr oyida tug'ilgan insonlar tartibli, aqlli va kuzatuvchan bo'ladi. Ular o'zlarining sodiqligi va ishonchliligi bilan boshqalardan ajralib turadi. Lekin ba'zida ular haddan tashqari perfeksionist yoki tanqidiy bosma juda ham ko'payib ketadi. Noyabrda tug'ilganlar juda kuchli xarakterli, qat'iyatli va sirliroq bo'ladi. Juda ham sezgir va o'z maqsadining yo'lida to'xtamaydi. Unga erishmaguncha. Bunday insonlar juda ham rashkchi bo'ladi. Aynan rashkchilarga jo'natib qo'yish kerak bu videoni. Oktyabrda tug'ilganlar muloyim, muvozanatli va odamlar bilan tez chiqib ketadi. Adolatni yaxshi ko'radi va did tomonlama juda ham kuchli. Lekin ba'zida ikkilanib qoladi va qaror qabul qilishi cho'zilishi mumkin. Dekabrda tug'ilganlar quvnoq, ochiq ko'ngil va optimist bo'ladi. Tez moslashadi va erkinlikni juda ham yaxshi ko'radi. Lekin ba'zida sabrsiz yoki-da haddan tashqari beparvo bo'lib qolishligi ham mumkin. Shunaqa tanishingiz bormi? Agar bo'lsa kommentariyada yozib qo'ying. Hammani knopkani bosishni esdan chiqarmang.